Hammaga assalomu alaykum. Men ismim Maftuna. 5 yildan beri marketing sohasida ishlayman va bu video darslikda sizga 2025-2026 ijtimoiy tarmoqlar orqali qanaqa qilib $2000 daromad topish mumkinligi haqida va shu daromadga olib chiqadigan 5 ta kasb haqida gaplashamiz. Birinchi kasbimiz bu content creatorlar. Hozir o'zingiz ko'ryapsiz, video format juda ham rivojlandi. Shuning uchun videograf, mobilograf, hattoki fotograflarga ham talab juda ham katta. Qancha ko'p kontent qilsangiz, shuncha ko'p daromad olasiz degan fikrda hozir blogerlar, ekspertlar o'zini sahifalarini yuritishyapti. Bundan tashqari YouTube'da, boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham o'zlarini sahifalarini yuritayotgan mutaxassislar juda ham ko'p. Albatta bunaqa katta ob'yomdagi kontent tayyorlash uchun mobilograflarga, videograflarga, fotograflarga ehtiyoj juda ham katta bo'ladi. Bundan tashqari montajyorlar ham hozir juda ham yaxshi daromad topishadi. Qanaqa qilib videograf $2000 daromad topishi mumkin? Buning uchun siz katta proyektlar olishingiz kerak. Misol uchun bitta proyekt oldingiz, u proyektda to'liq kontentlarini o'zingiz qilib beradigan bo'lsangiz, bitta proyektingiz o'zidan $1000, $1500 olishingiz mumkin. Tasavvur qiling, shunaqa proyektdan sizda 2 ta bor yoki 3 ta bor. Agar siz jamoangiz bo'lsa yoki agentство ochadigan bo'lsangiz, bundan ham katta daromadga chiqsangiz bo'ladi. Ikkinchisi bo'lsa, shaxsiy brendni rivojlantirib beradigan mutaxassislar. Bunaqa mutaxassislar insonni brendini rivojlantirish orqali unga katta daromadga chiqish imkoniyatini beradi va bu mutaxassislar albatta $1000 dan $3000 gacha pul topishadi. Agar siz endi bu yo'lni boshlayotgan bo'lsangiz, kamida 2 ta loyiha olib turib ham $2000 daromad qilsangiz bo'ladi. Masalan, 2 ta shifokor bor. Bitta shifokor o'zini shaxsiy brendini ustida ishlamaydi, ijtimoiy tarmoqlarni yuritmaydi, o'zini xizmatlarini onlayn sotmaydi. Ikkinchisi bo'lsa, xuddi shunaqa tajriba ega shifokor o'zini shaxsiy brendini rivojlantiradi, o'zini kuchli tomonlarini biladi va uni qanaqa qilib media olamida ko'rsatib berishni biladi va shu orqali o'zini xizmatlarini sotib daromad qiladi. Buni albatta shifokorni o'zi qila olmaydi. Unga shaxsiy brendni rivojlantirib beruvchi mutaxassis kerak bo'ladi. Shu mutaxassisga murojaat qilganda, agar siz shu kasbni egallagan bo'lsangiz, albatta buni pul evaziga qilinadi. Uchinchisi bo'lsa, bu influence marketing menejerlar. Bu blogerlarning PR menejerlari hisoblanadi. Agar siz bu kasbni egallaydigan bo'lsangiz, siz qaysidir kompaniyaga ishga kirib yoki qaysidir agentstvoga ishga kirib ishlasangiz bo'ladi. Birinchi tomoni, agar siz kompaniyaga kirib ishlaydigan bo'lsangiz, hozirgi paytda katta kompaniyalar brendlar blogerlarga juda ham ko'p pul berishga tayyor, o'zini mahsulotini reklama qilish uchun va siz o'sha blogerga to'g'ri texnik zadaniya qo'ya olishingiz kerak. Ya'ni reklamani byudjeti o'zini oqlashi uchun u bloger o'zini storiesida yoki reelslarida o'sha mahsulotni qanaqa qilib reklama qila olishini, ommaga olib chiqa olishini ko'rsatishi, nazorat qiladigan, byudjetlarni nazorat qiladigan menejer kerak bo'ladi. Shu influence marketing menejerlarning vazifasi hisoblanadi. Ikkinchi tomoni, agar siz agentstvoda ishlaydigan bo'lsangiz, ya'ni bloger bilan ishlaydigan bo'lsangiz, influence marketing menejerlarning vazifasi o'sha blogerlarga reklama bera oladigan brendlarni topish hisoblanadi. Ya'ni siz o'zingizga bitta, 2 ta yoki undan ham ko'proq blogerlarni olasiz, brendlarni qidirasiz, o'sha blogerlarni siz brendlarga to'g'ri prezentatsiya qilib bera olasiz va siz mana shu mahsulotingizni mana shu blogerimda reklamaga bersangiz bo'ladi. Biz sizga shunaqa axvatlarni, shunaqa natijalarni garantiya bera olamiz deb to'g'ri yuritib bersangiz bo'ladi. Odatda influence marketing menejerlar juda ham katta pul topishadi. Agar siz bloger tomonidan PR menejer bo'ladigan bo'lsangiz, u holda siz reklamalardan foiz olasiz. Bu odatda 20%, 30% yoki 40% bo'lishi mumkin. Agar siz kompaniya tomonidan blogerlar bilan ishlaydigan bo'lsangiz, unda sizda hech qanaqa foiz bo'lmaydi. Siz faqatgina oylikka ishlashingiz mumkin va hozir bunaqa mutaxassislarning oyligi o'rtacha 10 million, 15 million so'm hisoblanadi. Va undan tashqari siz yana proyektlar olsangiz bo'ladi. To'rtinchisi bo'lsa SMM va community managerlar. 2025-2026 yillarda SMM ham boshqachasiga endi ishlaydi. Siz endi oldingidagi shunchaki profil shapkasini to'ldirib, akkauntga kontent bilan to'ldirib, savollarga javob berib turib SMM ni yurg'iza olmaysiz. Endi SMM mutaxassislar brendni to'liq strategiyasini tuzib chiqish kerak bo'ladi. Uni nafaqat kontent bilan to'ldirish, balki juda ham ko'plab yo'nalishlarga javob berish kerak bo'ladi. Misol uchun blogerlar bilan ishlash, SMI bilan, ya'ni ommaviy axborot vositalari bilan ishlash, targetologlar bilan, grafik dizaynerlar bilan, content creatorlar bilan ishlash, ularga to'g'ri vazifani qo'yib bera olish,
Bundan tashqari shablonlarni buzib turib, kreativ formatda kontentlarni, ideyalarini o'ylab topish jarayonigacha shug'ullanish kerak bo'ladi. Faqatgina shunaqa SMM mutaxassis bo'lganingizda sizga mijozlaringiz 2000-3000 dollarlab xizmatlaringizga to'lashga tayyor bo'lishadi va bunaqa mijozlardan siz ikkitasini olsangiz bo'ladi. Chunki oldin SMM mutaxassislar 300 dollardan, 500 dollardan 10 talab, 20 talab mijozlarni olgan bo'lsa, hozirgi paytda bitta ikkita mijozni katta chekka olib, juda ham chuqur SMM xizmatlarini ko'rsatish muhimroq bo'ladi. Va bundan tashqari community managerlar bu SMM managerlardan alohida faqatgina ijtimoiy tarmoqlarda odamlarni izohlariga, direktdan yozgan savollariga javob beradigan va ular bilan yozish orqali aloqani chuqur o'rnata oladigan, mana shu peripiskalar, yozuvlar orqali xizmatlarni, mahsulotlarni sota oladigan menejer hisoblanadi va bunaqa menejerlarning oyligi eng kamida hozir 500 dollardan boshlab 1000 dollargacha bo'ladi. Siz misol uchun 4 ta proyekt olsangiz bo'ladi va o'sha proyektlarni mijozlar bilan qanaqa aloqa qilishiga javob bersangiz bo'ladi. 5-inchisi bu performance marketologlar va targetologlar. Performance marketingni birinchi aytib o'tamiz. Targetologdan nima farqi bor? Agar sizga targetologlar reklamangizni, kreativlarini o'ylab, reklamani yoqib berib, sizga lead olib keladigan bo'lsa, unga qancha byudjet ketishini hisoblaydigan bo'lsa, performance marketologlar reklamani noldan boshlab bo'lgan jarayonini boshqaradi. Ya'ni performance marketologlar targetologlarni ham boshqaradi. Leadlar kelgandan keyin targetologning vazifasi tugaydi. U yog'i sotuv menejerlarining ishi bo'ladi. Ya'ni call centerni ishi bo'ladi. Performance marketolog esa reklamani byudjetini noldan hisoblaydi. Uni qanaqa yo'nalishlarga yo'naltirish, misol uchun target orqali yoki bo'lmasam reklama bannerlari orqali yoki PR proyektlar orqali yoki influenserlarga, ya'ni blogerlarga reklama berish orqali yoki SMIlarga reklama berish orqali har bitta yo'nalishlarni byudjetini hisoblab, taqsimlab, har bittasiga zadachalarni qo'yib beradi va o'sha reklama byudjeti o'zini qanchalik oqladi, qanaqa natija olib keldi, qaysinisidan qanaqa sotuvlar bo'ldi, reklamni kompaniyalarni qaysinisi 100% ga o'sha o'zini oqlaganligi haqida to'liq javobgar shaxs hisoblanadi va performance marketologlar hozirgi paytda bozorda kamida 2500 dollardan boshlab daromad qiladi va siz bunaqa performance marketolog bo'lib katta kompaniyalarga bemalol ishga kirsangiz bo'ladi. Agar sizga bu kasbda juda ham qiziq bo'lsa va 2025-yilda, 2026-yilda o'z kasbingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, mana shu 5 ta kasbdan bittasini tanlashingizni sizga tavsiya qilaman, chunki sizni maqsadingiz ijtimoiy tarmoqlar orqali daromad qilish bo'lsa, albatta bu kasblardan bittasini chuqurroq o'rganing, o'zingizni ustingizda ishlang va ishonamanki siz 2000 dollar emas, undan ham ko'p daromadga chiqasiz.